bizni diyordagi oldingi insonlar, oldingi valilar, oldingi asl insonlar qanday edilar? Bir rohib aytar ekan, musulmonlarning holatida agar har bir ish davom ettirilsa, u qiyomatgacha birdamlik va bir-biriga mustahkam holatda bo'ladi. Nima uchun bu gapni aytyapsan deganda, bir odamni ko'rdim. Mahkamaning oldidan o'tib ketayotgan edim. Ular qoziga murojaat qilishyapti. Qozining hukmini eshitdim. Iddao nima? Iddao bir narsa. Bir odam ikkinchi odamga yer sotgan. Boshqacha aytaman sizga. Sizni bir narsangiz bor edi, bir mashinangiz bor edi. Uni siz sotdingiz. Sotganingizdan bir haftadan keyin u buzildi. Nima bo'ladi? Siz sotgan odam xursand bo'ladi. Xayriyat ham sotgan ekanman deydi. Agar haydab yurganimda meni qo'limda buzilardi deydi. Ikkinchi masala bor. U odam kelsa